Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan yana efir orqali ko'rishib turganimdan xursandman. Ekran qarshisiga joylashib oldingizmi? Unday bo'lsa, darsimizni boshladik. Bugun sizlar bilan yil davomida o'tilgan mavzularni takrorlab va sizlarga mustaqil topshiriqlarni berib boraman. Yaxshilab diqqat bilan eshiting. Bugungi darsimizda, ya'ni 4 ta tushuncha: hujjat hosil qilish, abzats parametrlari, sahifa parametrlari va hujjatlarda rasm va chizmalar to'g'risida gaplashamiz. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan yil davomida matn muharrirlari va matn protsessorlari haqida gaplashgan edik. Matn muharrirlariga qaysi dasturlar kirar edi? WordPad va Bloknot. Keling, ushbu matn muharrirlarining interfeysi haqida tushuntirib bersam. Ko'rib turganingizdek, ekraningizda matn muharriri bo'lgan WordPad dasturi interfeysi joylashtirilgan va bu yerda 4 ta, ya'ni birinchisi sarlavha satri, ikkinchi menyu satri va uchinchisi ish sohasi va ish sohasida o'rnatilgan yurgich. Ko'rib turganingizdek, matn muharrirlarining imkoniyatlari matn protsessorlariga nisbatan anchagina kamroq. Ana endi sizlar bilan matn protsessorining interfeysi haqida gaplashamiz. Matn protsessori ishga tushirilganda, ya'ni bu Microsoft Office Word dasturi bo'lib, ekraningizdagi ushbu oyna hosil bo'ladi. Birinchi, ya'ni ko'rib turganingizdek, ya'ni dokument Word, ya'ni dasturdagi hosil qilingan fayl bu dokument deb nomlanadi. Ya'ni tarjima qilinganda bu hujjat va o'sha birinchi qatori bu sarlavha satri deb ataladi. Va ikkinchi qatori esa ko'rib turganingizdek fayl buyrug'idan boshlanadi va bu satrni esa menyular satri deb ataladi. Va uchinchi, ya'ni ketma-ketlikda joylashgan ushbu satr bu asbob uskunalar paneli deb nomlanadi. Va to'rtinchi, ko'rib turganingizdek bu yerda ham ish sohasi mavjud va ish sohasida ko'rib turganingizdek yurgich ham o'rnatilgan. Va beshinchisi esa bu ko'rib turganingizdek oynaning eng pastki qismida bu holat satri hisoblanadi. Va oltinchisi bu tezkor buyruqlar. Tezkor buyruqlarga nimalar kiradi? Tezkor buyruqlarga, ya'ni saqlash, qilingan amalni orqaga qaytarish yoki bo'lmasam aks holda oldinga qaytarish va dasturdan chiqib ketish, masalalar paneliga tushirib qo'yish va ekranni kattalashtirish kabi piktogrammalar joylashtirilgan. Ana endi aziz o'quvchilar, sizlar bilan matn muharririning birinchi, ya'ni menyu satridagi fayl buyrug'idagi ketma-ketlikni tanishtirib chiqsam. Ekraningizda ushbu holat aks etadi. Bu yerda ma'lumotlar bo'limi, ya'ni hujjat hosil qilish, mavjud hujjatni ochish, saqlash kabi saqlash. Ana endi sizlar bilan saqlash va kabi saqlash o'zi ikki xil vazifani bajarsa-da, lekin nomlanishi esa bir xil. Saqlash deganda, ya'ni ochilgan faylni o'zgartirish kiritgan bo'lsangiz, u holda saqlash tugmachasini bosishingiz yetarli. Agar birinchi faylni ishga tushirib, biror bir ma'lumotni yozib bo'lganingizdan keyin birinchi marta saqlaganingizda esa, ya'ni kabi saqlash kabi tugmachalari bosilishi kerak va hujjatni chop etish, umumiy ruxsat bo'limi, eksport qilish va dasturdan chiqish kabi bo'limlari mavjud. Mana tanishib ham oldik. Ana endi hujjatning asosiy parametrlariga keladigan bo'lsak, ya'ni hujjatning parametrlari 3 xil ko'rinishda: sahifa parametrlari, shrift parametrlari va abzas parametrlari bilan tanishib chiqamiz. Sahifa parametrlari. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Smart Artdan foydalanib jadval hosil qilingan. Matn protsessorlarida tayyorlangan hujjat turiga qarab sahifa parametrlari va matn parametrlari o'rnatilgandan so'ng, ya'ni bitta qilib aytadigan bo'lsak, bu hujjat parametrlari deb yuritiladi. Yana soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, bu hujjat xususiyatlari deb ham nomlanadi. Sahifa parametrlari. Ekraningizda ushbu sahifa parametrlarining ko'rinishi aks ettirilgan. Ko'rib turganingizdek, asbob uskunalar
panelida parametri stranitsa buyrug'i orqali ushbu oynani hosil qilishingiz mumkin. Hosil bo'lgan oynada esa sahifaga tegishli bo'lgan, ya'ni yuqori, o'ng va chap tomondagi hoshiyalarni aniqlash, ya'ni qog'ozning o'lchamini belgilab olishingiz mumkin. Qog'ozning qaysi shaklda o'rnatilishi, kitob shaklidami yoki albom shaklidami o'rnatilishini belgilashingiz kerak va ko'rib turganingizdek hamma sahifalarga belgilash, ya'ni OK tugmachasini ham bosishingiz yetarli bo'ladi. Bu bitta qilib aytadigan bo'lsak, bu sahifa parametrlariga oid bo'lgan oyna hosil bo'ladi. Shrift parametrlari. Keling, yana bir narsani yodga tushiramiz. Shrift deganda nima tushuniladi? Shrift deganda biz kompyuterda, ya'ni Word dasturida yozilayotgan biror bir harf, belgi yoki bo'lmasam boshqa raqamlarni yozganimizda bu shrift deb ataladi. Shrift parametrlarining ham o'ziga xos xususiyatlari bor. Ko'rib turganingizdek, ekraningizda ushbu yozilayotgan shriftning turini o'zgartirishingiz mumkin, o'lchamini o'zgartirishingiz mumkin, katta va kichik, ya'ni kattalashtirish o'lchamlarini ham yoki bo'lmasam kichik o'lchamlarda ham yozish ko'rsatkichlari, hamma buyruqlari shu yerda mujassamlantirilgan. Ana endi abzas parametrlari. Abzas parametrlariga ham o'ziga xos bo'limlari mavjud. Abzas parametrlari birinchi, ya'ni 8 ta bo'limdan iborat bo'lib, birinchisi abzas tekislash usuli, ikkinchisi satrlar oralig'i. Bu sizlarga tanish bo'lsa kerak. Satrlar oralig'i bu interval deb ataladi. Abzas foni, ya'ni yozilayotgan abzasning orqa foniga ham rang berish imkoniyati mavjud. Chegaralari, ko'rib turganingizdek, bu yerda ham chegaralarini aniqlashingiz mumkin. Markerlash ro'yxati. Hujjat hosil qilganingizda sizdan shunday talab qilinadi, ya'ni biror bir ro'yxatni ketma-ketlikda, ya'ni tartiblash ketma-ketlikda joylashtirish talab etilsa, ushbu markerlash ro'yxatidan ham foydalanishingiz mumkin. Abzas chekinishini kamaytirish, bundan ham foydalangan bo'lishingiz kerak. Chunki siz yil davomida Word dasturida bir necha bor hujjatlarni o'zingiz tahlil qilgansiz, o'zingiz hosil qilib matnlar yaratgansiz. Matnni tartiblashda ham bu yaratilayotgan hujjatingizdagi matnni o'zingiz xohlagan fonda yoki bo'lmasam tartibga keltirishingiz mumkin. Hamda eng oxirgisi ko'rinmas belgilarni aks ettirish. Bunda ham ushbu abzas parametrlarida belgilashingiz mumkin. Ana endi aziz o'quvchilar, sizlardan shunday bir agar xatolik o'tgan bo'lsa, Word dasturida tayyorlangan hujjatingizdagi biror bir harfni yoki bo'lmasam biror bir so'zni o'zgartirish imkoniyati tug'iladigan bo'lsa, siz u holda qanday ketma-ketlikni bajarasiz? Bu yerda ikki xil ketma-ketlik bajariladi. Ya'ni asbob uskunalar panelidan Найти buyrug'i orqali ushbu oynani hosil qilishingiz mumkin yoki bo'lmasam tezkor tugmachalardan biri hisoblangan Ctrl va F tugmalari birgalikda ushbu oynani ham hosil qilishingiz mumkin. Ekraningizda ushbu oyna hosil bo'lganidan so'ng bu yerda, ya'ni Найти topish orqali qaysi so'zni topishingiz kerak bo'lsa, o'sha so'z yoziladi va o'sha so'zni qaysi harfga yoki bo'lmasam qaysi so'zga almashtirishingiz kerakli bo'lsa, bu so'z yoziladi. Va bu yerda заменить все, найти далее. Ko'rib turganingizdek, agar bitta so'zni o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, o'zgartirish tugmachasi yoki bo'lmasam hujjatingizdagi barcha so'zlarni o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, заменить все tugmachalari bosilishi yetarli. Matnni to'liq belgilash. Ko'rib turganingizdek, matn hosil qilindi va matnni formatlashingiz kerak. Bu yerda siz shqonchaning chap tugmachasi yordamida hujjatni belgilab olishingiz ham mumkin yoki bo'lmasam asbob uskunalar panelidagi выделить piktogrammasi orqali ushbu buyruq orqali ham tanlash imkoniyati mavjud. Yoki bo'lmasam yana xuddi shunday tezkor tugmalar birikmasi, ya'ni Ctrl va A tugmalar birikmasini ham bosish orqali barcha hujjatingizdagi satrlarni yoki bo'lmasam ustunlarni belgilab olish imkoniyati mavjud.
Shrift parametrlari. Ko'rib turganingizdek, shrift parametrlari asbob uskunalar panelidagi ushbu oynada aks ettirilgan. Boya aytib o'tganimdek, ushbu oynadan siz hujjatimizning turini, o'lchamini katta yoki bo'lmasam kichik o'lchamlarga o'zgartirish ushbu oynada bajariladi. Hujjatlarda shakllar va chizmalar. O'tgan darslarda sizga bir necha topshiriqlar berilgan edi. Ya'ni o'zingiz shakllardan foydalanib biror bir rasmni yoki bo'lmasam qandaydir o'sha berilgan vazifani bajarishingiz kerak edi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham ushbu oynadan foydalanishingiz mumkin. Shakllar uslublariga bu nimalar kirar edi? Quyidagi ketma-ketlikda bajarsangiz, shakllarning turli xil uslublarini o'zgartirishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda shakllarga rang berishingiz mumkin, shakllarni har xil ko'rinishga o'zgartirishingiz ham ushbu oyna orqali aks ettirilgan. Hujjatlarda rasmlar. Albatta siz hujjat hosil qilganingizda unga biror bir tasvirni yoki bo'lmasam rasmni joylashtirganingizda ushbu ketma-ketlikdan foydalanib joylashtirgan bo'lishingiz kerak. Bunda menyu satrida vstavka bo'limi tanlanadi. Vstavka bo'limi tanlangandan so'ng bu yerda esa, ya'ni risунок, biror bir tasvirni joylashtirish oynasini hosil qilinadi va hosil bo'lgan oynadan esa o'zingiz xohlagan rasmni tanlash yo'li bilan вставить, ya'ni joylashtirish tugmachalarini bosishingiz yetarli. Hujjatlarda jadvallar. Ba'zi bir hollarda sizlardan shunday bir talab qilinadi, hujjatlaringizga ham jadvallar joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda menyu satridan, vstavka bo'limidan jadvalni joylashtirish ketma-ketligi bajarsangiz, jadvalni joylashtirgan bo'lasiz. WordArt obyekti. WordArt obyektining vstavka bo'limi orqali ko'rib turganingizdek tanlanadi WordArt obyekti va bu yerda oyna hosil bo'ladi. Поместите здесь ваш текст. Ya'ni shu yerga matnni joylashtiring. Va bu yerda ham sizlarga namuna sifatida informatika va axborot texnologiyalarini ushbu piktogramma orqali, ya'ni ushbu WordArtning belgisi orqali joylashtirilgan. Aziz o'quvchilar, sizlarga shunday topshiriq beriladi. Siz o'zingiz mustaqil ravishda maktabingizdagi kompyuter xonasini bilasiz va u yerda siz ta'lim olgansiz. Ushbu kompyuter xonasini to'g'risida, ya'ni hujjat hosil qilishingiz kerak. Hujjat hosil qilganingizda bu yerda, ya'ni referat hosil qilib, referatda esa WordArt obyektini joylashtirishingiz va u yerda esa hujjatga rasm va shakllarni ham joylashtirib, chiroyli qilib bitta referat tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Yana endi hujjatimizni saqlashimiz kerak. Ya'ni bugungi kunda siz aziz o'quvchilar saqlangan uy vazifangizni o'qituvchingizga yuborishingiz kerak va saqlangan hujjatingizni ushbu ketma-ketlikda bajarish ketma-ketligini ham esingizdan chiqarmang. Wordda formulalar yozish. Albatta buni sizlar bilan o'tgan darslarda takrorlagan edik va buni yana bir bora yodingizga tushirish maqsadida vstavka bo'limi orqali konstruktor va formula orqali quyidagi ketma-ketlikni bajarishingizda matematik ifodalarni yoki bo'lmasam formulalarni yozishingiz mumkin. Hujjatni chop etish, ya'ni saqlangan hujjatni siz agar imkoniyatingiz bo'lsa, printer orqali hujjatni ham chop etishingiz mumkin. Ya'ni hosil bo'lgan oynadagi ketma-ketlikni bajarsangiz, albatta hujjatingizni chop etasiz. Ana endi aziz o'quvchilar, yana sizlarga ikkinchi topshiriq. Ekraningizda ushbu Wordda chizilgan shakllardan namunalar berilgan. Ushbu namunalarni siz o'zingiz mustaqil ham bajarib ko'rishingiz kerak. Aziz o'quvchilar, sizlarga quyidagi to'rtlik bilan darsimizni yakunlaymiz. Ertamizning nihollari, yurt vorisi, ma'rifatga chanqoq guli lolalarim, bizni bog'lab turar doim mehr kuchi, masofadan ta'lim olgan bolalarim. Aziz o'quvchilar, darsimiz yakunida sizlarga shunday topshiriq berib o'taman. Ya'ni savollarga javob yozishingiz kerak. Qanday matn muharrirlarini bilasiz? Hujjatga tahrir qilingandan so'ng u qanday saqlanadi? Ushbu savollarga javob yozib, o'qituvchingizga yuborishni ham unutmang. Shuning bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.
Xayr, sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyormisiz? Unday bo'lsa, bugungi mavzuni yozib oling. Musbat va manfiy sonlarni qo'shish va ayirish. Bu mavzular bilan siz tanishsiz. Biz esa o'tilgan mavzularni takrorlashda davom etamiz. Xo'sh, manfiy sonlarni qo'shish qanday amalga oshiriladi? Ikkita manfiy sonni qo'shish uchun nima qilamiz? Ularni modullarni qo'shamiz. Keyin esa yig'indini oldiga minus ishorasini yozib qo'yamiz. Demak, -7 qo'shuv -4 edi misolimiz. Uni qo'shish uchun biz 7 ga 4 ni qo'shib olishimiz kerak ekan va yig'inda 11 ni oldiga minus ishorasini yozib qo'yamiz. -7 ga -4 ni qo'shsak, -11 hosil bo'lar ekan. Endi esa og'zaki bajaramiz. Xo'sh, A ning va B ning qiymatlari berilgan. Yig'indisini topishimiz kerak. A qo'shuv B ni. -4 qo'shuv -3 nechiga teng bo'ladi? 4 ga 3 ni qo'shasiz, 7 oldiga minus ishorasini qo'yamiz. -7 ekan. Keyingisini qani mustaqil ravishda bajaringchi? Natija -13. Barakalla. Keyingisichi? -16 qo'shuv -8. Javobingiz -24 chiqdimi? Unda siz to'g'ri bajaryapsiz. -9 qo'shuv -3. Davom etamiz. To'g'ri javobdan tanlang. Bormi to'g'ri javob? Barakalla. To'g'ri javobimiz -12 ekan. Keyingisi -18 qo'shuv -23. To'g'ri javobni tanlang. Qani topdingizmi? To'g'ri javob -41. -16,4 qo'shuv -0,6. Tanladingizmi to'g'ri javobni? Xo'sh, siz qaysi birini tanladingiz? -17 to'g'ri javobimiz. -26,3 qo'shuv -25,9. Qani javobni topdingizmi? Qaysi javob to'g'ri ekan? Ularning yig'indisi -52,2 ekan. Endi siz bilan bir tadqiqotni o'tkazib olamiz. 2 ga 3 ni qo'shsak 5, -2 ga -3 ni qo'shsakchi? -5. -2 qo'shuv 3 nechi hosil bo'ldi? 1. Chunki 3 dan 2 ni ayiryapmiz. Agar ularning ishorasini o'zgartirsakchi, 2 ni musbat, 3 ni esa manfiy qilib olsak, u holatda javobimiz -1 chiqdi. Demak, e'tibor bering. Qaysi birini ishorasi katta bo'lsa, shu sonning ishorasi qo'yiladi. Keyingisi -4 qo'shuv 6 2 ga teng ekan. -6 qo'shuv 4 -2 ga. Misolimiz o'xshash. Nimasi bilan farq qilyapti? Bir safar minus ishorasi kichik sonda, ya'ni moduli kichik sonda, bir safar minus ishorasi moduli katta sonda, ya'ni 6 da. 6 da minus bo'lganda chiqqan yig'indining javobi ham manfiy bo'lyapti, ya'ni -2 hosil bo'ldi. Keyingisiga e'tibor bering. 9 qo'shuv -6. Javob 3 ga teng. 6 qo'shuv -9. Javobimiz -3 ga teng. Keyingisidachi? -5 qo'shuv 11 barobar 6. -11 qo'shuv 5 barobar -6. Faqat ishorasi bilan farq qilyapti misollarimiz. 12 qo'shuv -8 barobar 4. 8 qo'shuv -12 barobar -4. Demak, ishora nimaga qarab qo'yilyapti? Moduli katta bo'lgan sonning ishorasiga qarab. Endi esa qoidani eslab olamiz. Har xil ishorali sonlarni qo'shish uchun moduli kattasidan moduli kichigini ayiramiz va moduli kattasining ishorasini
qo'yamiz. Mana misolimizda minus 12 qo'shib plus 9. 12 dan 9 ni ayirib olamiz. Minus 12 ning moduli 12, plus 9 ning moduli ham 9 bo'ladi. Musbat son bo'ladi. Ularni ayiramiz. 12 dan 9 ni ayirsak 3, ishorasi esa minus bo'ladi. Chunki qaysi son katta? Qaysi sonning moduli katta? Minus 12 ning moduli katta. Moduli katta sonning ishorasi minus. Shuning uchun minus qo'yamiz. Endi esa hisoblashni bajaring. Minus 7 qo'shib 9. Xo'sh, natija qanday son hosil bo'ladi? Manfiymi, musbatmi? Darrov aniqlab olishingiz mumkin. 7 kattami, 9 mi? 9 katta. Demak, u musbat son. Natija ham musbat son bo'ladi. 2 ga teng. 11 qo'shuv minus 16. Ularni ayirib olamiz. Ishorachi qaysi biri katta? Demak, 16 katta bo'lgani uchun uning ishorasi qo'yiladi. Minus 5. Endi bulardachi, bu qo'shiluvchilarda qanday ishorali son chiqadi? Darrov aniqlashingiz mumkin. 15 katta bo'lgani uchun plus. Ularni ayirsak 7. Xo'sh, bundachi qaysi biri katta ekan? 13 katta va 13 ning ishorasi qo'yiladi. Manfiy sonligi aniq. Minus qo'yamiz. 13 dan esa 4 ni ayirsak bo'ldi. Minus 9 bo'ldi. Minus 24 plus 4. Ishora qanday bo'ladi? Minus bo'ladi. 24 dan esa 4 ni ayiramiz. Javobimiz minus 20 ekan. Endi esa qolganlariga izoh bermayman. O'zingiz hisoblangchi. Minus 13, minus 16, 12. Xo'sh, sizda ham shunday javoblar chiqdimi? Misollarni qaytarib o'taman. 16 qo'shuv minus 29 teng minus 13. Minus 31 qo'shuv 15 barobar minus 16. 28 qo'shuv minus 16 esa 12 ga teng ekan. Bir sondan ikkinchi sonni ayirish uchun kamayuvchiga ikkinchi songa qarama-qarshi son bo'lgan sonni qo'shishimiz mumkin ekan. Shu orqali biz ayirish amalini bajaramiz. Mana misolda keltirilgan 28 ayru 42. Buni qo'shishga almashtiramiz. 28 qo'shuv minus 42. Siz bilan har xil ishorali sonlarni qo'shishni o'rgandik. Ularni qo'shayotganimizda kattasini ishorasini qo'yamiz va kattasidan kichigini ayiramiz. Ya'ni moduli kattasi demoqchiman. Shunda minus 14 hosil bo'ldi. Keyingi misolimizda ham 16 ayru minus 24. Demak, minus 24 ga teskari ishora bu plus bo'ladi. 16 qo'shuv 24 ga teng bo'ladi. 16 24 ni qo'shib esa 40 ni hosil qilamiz. Mana shu qoidalarni o'rganib olib, endi amalda qo'llayveramiz. Xo'sh, minus 19 qo'shuv minus 25 ayru minus 34. Bu misollarni siz bilan birgalikda bajaramiz. Minus 19 qo'shuv minus 25 ayru minus 34. Keling avval bularni yig'indi ko'rinishiga keltirib olamiz. Minus 19 qo'shuv minus 25. Bu esa qo'shuv 34 bo'ladi. Hozirgina ta'kidlaganimizdek. Endi esa manfiy sonlarni avval qo'shib olamiz. Minus 19 ga minus 25 ni qo'shsak, minus 44 bo'ladi. Qo'shuv 34 ni yozib olamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, musbat sonni hali qo'shib ayirmadim. Faqat manfiy sonlarni qo'shib oldim. Endi esa har xil ishorali sonlarni qo'shishda kattasidan kichigini ayiraman va kattasini ishorasini qo'yaman. 44 dan 34 ni ayirsam 10. Javobi minus 10 ga teng ekan. Keyingi misolga o'taman. Qavslarni ochib birato'la yozishimiz ham mumkin. Ikkinchi usulda ishlaymiz. Demak, birinchi sonimiz minus 12 ayru 15. Keyingisi esa ayru 10 deb yozsak bo'ladi. Keyingisi plus 37 teng.
Bunda ham xohlasangiz avval musbat sonlarni qo'shib olishingiz mumkin, xohlasangiz manfiy sonlarni. Men esa musbatni tanladim. Avval faqat musbat son bitta bo'lganligi uchun 37 ni yozib olaman. Uni qo'shishim shart emas. Endi keyingi sonlar hammasi manfiy. 12, 15, 10 bular hammasi manfiy sonlar bo'lgani uchun ularni qo'shib olamiz. Qo'shganimizda 12 ga 15 ni qo'shsam 27, 27 ga 10 ni qo'shsam 37 minus 37 ekan. Qarama-qarshi sonlarning yig'indisi esa 0 ga teng. 37 dan 37 ni ayirsak 0 ekanligi ma'lum. Endi keyingi misolga o'tamiz. Bunda ham avval qavslarni ochib olganimiz ma'qulroq. 3,4 ayru 2,8 qo'shuv bo'ladi. 7,9 ayru 1,6. Keling, avval musbat sonlarni qo'shib olamiz. Bizda 3,4 musbat son hamda 7,9 musbat son ekan. Bu sonlarni qo'shamiz. Xo'sh, qo'shsak 11,3 bo'ldi. Endi manfiy sonlarni qo'shamiz. Manfiy sonlarimiz 1,6 minus 1,6 va minus 2,8. Bu sonlarni qo'shsak albatta manfiy son chiqadi. 14 birdilda 4,4 ekan. Endi esa ayirishni bajaramiz. 13 dan 4 ni ayirsak 9, 10 dan 4 ketsa 6 virgulni yozib qo'yamiz. Demak, javob 6,9 ga teng ekan. Keyingisini ham keling birgalikda bajaramiz. Xo'sh, qavslarni ochib chiqamiz. Minus 42,5 minus 5,3 plus 12,4 plus 62,8 barobar. Qani e'tibor bering. Avval musbat sonlarni qo'shib olaylik. 12,4 va 62,8. Bularni qo'shish uchun orqadan boshlab qo'shaman. 4 ga 8 ni qo'shsam 12 birdilda, 2 ga 2 4 dildagi bilan 5, 1 ga 6 ni qo'shsam 7, 75,2 hosil bo'ldi. Endi esa manfiy sonlarim minus 42,5 va minus 5,3 larni qo'shamiz. Bunda 47,8 hosil bo'ladi. Minus 47,8 ekan. Endi ayirishni bajarsak bo'ldi. Demak, 12 dan 8 ni ayiramiz orqadan boshlab. 4, shunda 5 da 4 qoldi. 14 dan 7 ketsa 7, 6 dan 4 ketsa 2 virgulni yozib qo'yamiz. Bizda musbat son hosil bo'ldi. 27,4 ekan. Endi mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Darsligingizni 229-betidagi 1207, 1209 hamda 1211 masalalar. Gigiyena qoidalariga rioya qiling. Qo'lingizni tez-tez sovunlab yuvishni unutmang. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz siz bilan fizika darsini davom ettiramiz. O'tilgan mavzularni takrorlab, berilgan topshiriqlarni o'z vaqtida bajarib oldingizmi? Barakalla. Unda daftar, ruchka kitoblarimizni olib, bugungi darsimizni boshlaymiz. Biz siz bilan 6-sinf darsligidagi mavzularni yakunladik. Endi boblarga doir mavzularni takrorlab, mustahkamlab boramiz. Bugungi mavzuyimiz jismlarning muvozanati, oddiy mexanizmlar bobini mustahkamlash. Keling, o'tilgan mavzularni bir takrorlab olaylik. Qo'zg'almas tayanch atrofida aylana oladigan qattiq jismga nima deb ataladi? Xo'sh, aziz o'quvchilar, nima deb atalardi? To'g'ri.
Qo'zg'almas tayanch atrofida aylana oladigan qattiq jismga richak deb ataladi. Bir jismning ikkinchi jismga ta'siri tufayli tezligi yoki shakli o'zgarishiga sabab bo'ladigan kattalik qanday kattalik edi? To'g'ri. Demak, bu kattaligimiz kuch. Kuch ta'sirida jismning shakli yoki hajmi yoki uning tezligi o'zgaradi. Agar jism teng vaqtlar ichida turli masofani bosib o'tsa, bunday jism qanday harakatda bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz o'quvchilar? Jismlar bilamiz, turli vaqtlarda turli masofalarni bosib o'tishi mumkin yoki bir xil vaqtda bir xil masofani bosib o'tishi mumkin. Bu savolga qanday javob beramiz? Barakalla. Demak, bunday harakatga notekis harakat deb atalardi. Atmosfera bosimi nechiga teng? Atmosfera bosimi nechiga teng edi? To'g'ri, atmosfera bosimi 101.360 paskalga teng. Agar biz buni millimetr simob ustuniga aylantirsak, necha millimetr simob ustuniga teng bo'lardi? Barakalla. Demak, bu 760 millimetr simob ustuniga teng edi. Atmosfera bosimini kim aniqlagan? To'g'ri, atmosfera bosimini Torricelli tajribada aniqlagan. Aziz o'quvchilar, biz siz bilan muvozanat turlari haqida ma'lumotga ega bo'lganmiz. Muvozanat turlariga turg'un muvozanat, turg'unmas muvozanat hamda farqsiz muvozanat kirar edi. Xo'sh, turg'un muvozanat deb nimaga aytilardi? Barakalla. Turg'un muvozanat deb jismni muvozanat holatdan chetga chiqarilgandan so'ng uni yana oldingi holatiga qaytariladigan kuch paydo bo'lsa, demak bunday muvozanatga turg'un muvozanat deb atalardi. Xo'sh, turg'unmas muvozanatchi? To'g'ri, turg'unmas muvozanat bu agar jismni muvozanat holatdan chetga chiqarilgandan so'ng uni yana muvozanat holatdan yana uzoqlashtiradigan kuch paydo bo'lsa, bunday muvozanatga turg'unmas muvozanat deb atalardi. Farqsiz muvozanatchi? Farqsiz muvozanat bu agar jismni muvozanat holatdan chetga chiqarilgandan so'ng uni oldingi holatiga yoki oldingi holatdan chetga chiqariladigan hech qanday kuch paydo bo'lmasa, bunday muvozanatga farqsiz muvozanat deb atalardi. Ya'ni unga farqi yo'q. Unga kuch ta'sir qiladimi, qilmaydimi? Demak, u o'zini o'sha holatini saqlab qoladi. Aziz o'quvchilar, biz siz bilan oddiy mexanizmlar haqida ma'lumotga ega bo'lganmiz. Xo'sh, oddiy mexanizmlarga nimalar kirar edi? Ulardan nima uchun biz foydalanardik? Ular qachondan boshlab foydalana boshlangan? Demak, oddiy mexanizmlarga blok, qiya tekislik, richak, vint, pona, chig'iriq kiradi. Bularning har biri haqida biz ma'lumotga ega bo'lganmiz. Xo'sh, blok qanday oddiy mexanizm edi? Uning qanday turlari mavjud edi? To'g'ri, bloklar ikki xil bo'lardi. Ko'char blok hamda ko'chmas blok. Demak, rasmda tasvirlangan blogimiz bu ko'chmas blok. Ya'ni u tayanchga mahkamlangan. Blok o'zi qirrasi ariqchadan iborat g'ildirak shaklidagi qurilma. Uning ichiga sim, arqon yoki ip o'tkaziladi va og'ir yuklarni ko'tarishda ishlatilgan. Qadimda bulardan ko'p foydalanishgan. Ya'ni qandaydir imoratlar qurishga, uylarni qurishga mana shulardan foydalanishgan. Bloklar ikki xil bo'lar ekan, demak ko'char va ko'chmas bloklar. Ko'char va ko'chmas bloklar birgalikda polispas deb atalardi. Qadimda og'ir yuklarni qanday ko'tarishgan, nimalarga e'tibor berishgan? Aziz o'quvchilar, biz bilamizki, og'ir yuklarni ko'tarishda insonning kuchi yetmaydi va albatta ulardan foydalanish uchun oddiy mexanizmlarni kiritishgan. Ya'ni og'ir yuklarni ko'tarishda richaklardan, bloklardan foydalanishgan. Arqon yordamida og'ir yukni bog'lab,
richagning ikkinchi yelkasiga ip yordamida 4, 5 va undan ko'proq odam tortgan va shu usulda og'ir yuklarni yuqoriga ko'tarishgan. Xuddi shunday inson mehnatini yengillashtirish uchun turli mexanizmlardan foydalanishgan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham og'ir yuklarni ko'tarish yoki ularni joyidan siljitish uchun oddiy mexanizmlardan foydalanishgan. Demak, aytib o'tganimizdek, bloklar xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Birinchi tasvirdagi blokimiz bu ko'chmas blok, ya'ni u ko'chmasdan turadi, faqat arqon harakatga keladi. Bu yordamida biron bir yukni yuqoriga ko'tarishimiz yoki yuqoridan pastga tushirishimiz mumkin. Ikkinchisi bu ko'char va ko'chmas bloklar birgalikda, ya'ni polispas deyiladi. Ular xuddi shunday tartibda ishlatiladi. Keyingi oddiy mexanizmimiz bu qiya tekislik va pona. Qiya tekislik ham og'ir yuklarni ko'tarishda yoki tepalikdan tushirishda ishlatiladi. Ko'rib turganingizdek, og'ir yuklar, g'ildiraklar yoki bochkalarni tushirishda yoki ko'tarishda shu qiya tekislikdan foydalanishgan. Demak, yuklarni kemadan tushirganda yoki kemaga chiqarilganda shundan foydalanishgan. Aziz o'quvchilar, keyingi oddiy mexanizmimiz bu pona. Biz bilamiz, mamlakatimizning ba'zi bir hududlarida kuyovlarni sinash maqsadida o'tin yorib ko'rishgan. Ana shu o'tin yorishga oson bo'lish uchun ponalar ishlatiladi. Pona uchburchak shaklidagi temir bo'lib, uni o'tinni ustiga qo'yamiz va bolg'a bilan urganda o'tinni yorish oson bo'ladi va shu tarzda kuyovlarni sinashgan. Keyingi mexanizmimiz bu richak. Richak bu qo'zg'almas tayanch atrofida aylana oladigan qattiq jismga aytiladi. Richaklarning turli ko'rinishi mavjud. Aylanish o'qidan kuch qo'yilgan nuqtagacha bo'lgan eng qisqa masofa esa nima deb atalardi? To'g'ri, kuch yelkasi deb atalardi. Demak, richakda ikkita yelka mavjud. Ularning biri katta, ikkinchisi kichik bo'lishi mumkin. Demak, kuchdan yutuq berib yoki masofadan yutuq berish uchun ulardan foydalanishadi. Ko'rib turgan birinchi tasvirimizda og'ir yukni, ya'ni toshni joyidan siljitish uchun richaklardan foydalanishgan. Ya'ni uning tagiga tayanch qo'yib, ikkinchi yelkasida bola kuch bilan pastga bosadi va natijada toshni joyidan siljitishimiz mumkin. Bu yerda birinchi yelka, ikkinchi yelka, birinchi yelkaga ta'sir qiladigan kuch va ikkinchi yelkaga ta'sir qiladigan kuchlar xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Keyingi tasvirimizda, demak, bunday arg'imchoqlarda ko'p uchgansiz. Bu ham richak vazifasini bajaradi. Demak, tayanch, markazda tayanch joylashtirilgan va ikkita chekkasida bolalar arg'imchoqda uchadi. Bu yerda ham birinchi yelka, ikkinchi yelka, birinchi yelkaga ta'sir qiladigan kuch va ikkinchi yelkaga ta'sir qiladigan kuchlar ko'rsatilgan. Aziz o'quvchilar, biz ishlatiladigan oddiy qaychi ham richak vazifasini bajaradi. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, qaychi bilan ishlagan vaqtimizda agar qaychimiz kichkina bo'lsa, biz u yordamida kattaroq yoki qalinroq qog'ozlarni kesa olmaymiz. Chunki kichik bo'lgan yelkada ko'proq kuch kerak. Biz uni kesishimiz mumkin, lekin ko'proq kuch yordamida bosishimiz lozim. Agar qaychining yelkasi katta bo'lsa, demak biz osongina ishlatamiz. Keyingi oddiy mexanizmimiz bu chig'iriq edi. Albatta, bulardan quduqlardan suv olish yoki chuqurliklardan qandaydir yuklarni ko'tarishda ishlatiladi. Bularda ham kichik yelka, katta yelka va ularga ta'sir etadigan kuchlar mavjud. Bularning barchasi bu oddiy mexanizmlarga kiradi. Aziz o'quvchilar, biz bilamizki, mexanikaning oltin qoidasida har qanday mexanik mexanizmlar kuchdan necha marta yutuq bersa, masofadan shuncha marta yutqizadi. Demak, biz qaysi mexanizmdan foydalanmasak, ularning barchasi
kuchdan necha marta yutuq bersak, masofadan shuncha marta yutqizadi. Bu esa mexanikaning oltin qoidasi deb ataladi. Biz siz bilan foydali ish koeffitsiyenti haqida ham ma'lumotga ega bo'lgan edik. Ya'ni har qanday mexanik mexanizmlar yoki har qanday mexanizmlarning barchasining foydali ish koeffitsiyenti mavjud. Foydali ish koeffitsiyenti quyidagi formula yordamida hisoblanardi. Bu yerda foydali ishni etta harfi bilan belgilanardik. Foydali ish bo'luv umumiy ishga ko'paytirilgan 100% ga. A foydali, bu foydali ish, demak AF deb belgilaymiz. AU esa umumiy ishni bildiradi. Aziz o'quvchilar, keling endi foydali ishga doir hamda oddiy mexanizmlarning ishiga doir quyidagi masalani ishlab ko'raylik. Ko'tarma kranga quvvati 10 kW bo'lgan dvigatel o'rnatilgan. Kran massasi 4000 kg ga teng bo'lganda yukni u 2 minut ichida 20 metr balandlikda ko'taradi. Kranning foydali ish koeffitsiyentini hisoblang. Demak, masala shartidan foydalanib berilganlarni yozib olamiz. Berilgan quvvat N barobar 10.000 watt. Massa M barobar 4000 kg ga teng. Balandligimiz 20 metr. Buni H harfi bilan belgilaymiz. T barobar 2 minut. Buni sekundga aylantirsak 120 sekundga teng bo'ladi. Topishimiz lozim foydali ish koeffitsiyentini va albatta bu yerda J ning qiymatini bilamiz. J ning qiymati 10 metr taqsim sekund kvadratga teng. Formulasi foydali ish koeffitsiyenti formulasida biz bilamiz, to'liq ish hamda foydali ish bizga zarur. Shuning uchun A to'liq barobar N ko'paytirilgan T. Bu formulani birinchi formula deb belgilab olamiz. Ikkinchi formulamiz foydali ish, ya'ni kran qandaydir yukni yuqoriga ko'tarishi. Bu foydali ish. A foydali barobar M ko'paytirilgan J ko'paytirilgan H formula yordamida hisoblanadi. Bu formulani esa ikkinchi formula deb belgilab olamiz. Foydali ish koeffitsiyentining formulasi A foydali bo'luv A to'liq ko'paytirilgan 100%. Demak, formulamiz tayyor. Yechishni boshlasak bo'ladi. Aziz o'quvchilar, daftarga yozib borishni unutmang. Demak, yechish A to'liq barobar 10.000 watt ko'paytiramiz 120 barobar 1.200.000 joule. A foydali barobar M ko'paytirilgan J ko'paytirilgan H formulasidan foydalanamiz. 4000 ko'paytiruv 10 ko'paytiruv 20 barobar 800 kilojoule ga teng. Albatta birliklarni ham yozib borishimiz lozim. Biz bilamiz ishning birligi joule. Foydali ish koeffitsiyentini topish uchun to'liq ishga foydali ishni bo'lamiz. Ko'paytiramiz 100% ga. Natijamiz 67% ga teng bo'ladi. Javob foydali ish koeffitsiyenti 67% ga teng. Aziz o'quvchilar, masala sizga tushunarli bo'ldimi? Barakalla. Aziz o'quvchilar, shu yerda ushbu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Hozirda qanday zamonaviy, qulay, har tomonlama talablarga javob beruvchi, yuk ko'taruvchi hamda inson mehnatini yengillashtiruvchi mexanizmlarni yaratish mumkin? Bu haqida o'ylab ko'ring va keyingi darslarda davom ettiramiz. Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar. Massasi 2 kg bo'lgan jism qiya tekislikdan 5 newton kuch ta'sirida ko'tarildi. Qiya tekislik balandligi 5 metrga teng bo'lsa, uning uzunligi nechaga teng bo'ladi? Va keyingi topshirig'imiz qaysi bolaga yukni ko'tarishi oson bo'ladi va nima uchun? Demak, e'tibor berib javob beramiz. Bu yerda oddiy mexanizmlardan foydalanish mumkin. Demak, insonning yelkasi richak vazifasini bajaradi. Shuni e'tiborga oling. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta, shaxsiy gigiyena qoidalariga amal qilib, qo'lingizni tez-tez sovunlab yuvishni unutmang. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Vaqt behuda sarflanishni yoqtirmaydi. Genri Ford. O'quvchining to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi uning hayotidagi muhim bir qismi hisoblanadi. Turli yoshdagi bolalar uchun to'g'ri tashkil qilingan kun tartibi o'quvchini intizomga chorlaydi. Kun tartibi o'quvchi uchun nega muhim? O'quvchining vaqtini to'g'ri tashkil etish tizimi bolada haddan tashqari charchashni oldini olib, kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. O'quvchining nafaqat maktabda o'tkazadigan vaqtini hisobga olish, balki dam olish va turli to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish lozim. Kun tartibi tufayli bolalar doim o'zining yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga imkon yaratilib, ota-onalari esa o'z yumushlari bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. O'quvchining kun tartibi qanday bo'lishi kerak? Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo almashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta to'q va issiq bo'lishi lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbaini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanish lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40% gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi. Ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00 gacha bajarishi maqsadga muvofiq. Chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsiyenti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi. Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquga ketish vaqti. Uyquga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim. Qish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo almashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang. Zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketsin. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar hamda aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana bir bor g'oyibona bo'lsa-da ekran orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunmiz. Keling aziz o'quvchilar, ana endi darsimizni boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan biologiya darsida bug'doydoshlar yoki boshoqdoshlar oilasi mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Har doimgidek yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tilgan mavzuni bir bora takrorlab olamiz. Esingizda bo'lsa, biz sizlar bilan o'tgan darsda piyozdoshlar oilasi mavzusini o'rganib chiqqan edik. Ana shu mavzuga oid topshiriqlarni bajarib olamiz. Demak, topshirig'imiz test ko'rinishida berilgan. Men sizlarga savollar va variantlarini o'qib turaman. Siz o'zingizga to'g'ri deb bilgan javobni daftaringizga belgilab borasiz. Birinchi savol. Piyozdoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklar qanday to'pkul hosil qiladi? A. Kuchala, B. Oddiy soyabon, C. Oddiy shingil, D. Savatcha. Qani aziz o'quvchim, bir o'ylab ko'ringchi, qaysi to'pkul piyozdoshlar oilasiga tegishli edi? Zukko o'quvchilarimiz allaqachon javobni belgilab bo'lishgan. Ha aziz o'quvchilar, haqiqatdan ham piyozdoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklar oddiy soyabon to'pkul hosil qilar edi. Ikkinchi savol. Bosh piyoz tarkibidagi mikroblarni o'ldiruvchi modda nima deb ataladi? A. Fitonsid, B. Efir moyi, C. Aminokislota,
D. Sut kislota. Demak, daftaringizga javobni belgilab bo'ldingizmi? Biz to'g'ri javob haqidagi ma'lumotni oldingi darslarimizda boshqa o'simliklar misolida ham o'rganib chiqqanmiz. Demak, bosh piyoz tarkibidagi mikroblarni o'ldiruvchi modda fitonsid deb atalar ekan. To'g'ri javob A variantida ko'rsatilgan. 3-savol. Iste'mol qilinadigan piyozni toping. A. Qo'shbarg piyoz, B. Oshanin piyozi, C. Suvorov piyozi, D. Gul piyoz. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda biz piyozlarni ham iste'mol qilinadigan turlarga, ham xushmanzara, chiroyli gullari, barglari chiroyli turlarga ajratgan edik. Savolimizda sizdan iste'mol qilinadigan piyozni topishingiz talab qilindi. Demak, variantlar orasidan ko'rinib turibdiki, oshanin piyozi iste'mol qilinadigan piyozlar turiga kirar ekan. Javobimiz B variantda to'g'ri ko'rsatilgan ekan. 4-savol. Xushmanzara piyoz turini toping. A. Oshanin piyozi, B. Suvorov piyozi, C. Mador piyozi, D. Anzur piyozi. Yuqoridagi testda biz iste'mol qilinadigan piyozni ko'rgan bo'lsak, bu testda esa xushmanzara piyoz turini aniqlashimiz kerak ekan. Javobingizni belgilab bo'ldingizmi? Demak, xushmanzara piyozga Suvorov piyozini misol qilib keltirishimiz mumkin ekan. To'g'ri javobimiz B variantida ko'rsatib o'tilgan. 5-savol. Dorivor piyoz turini toping. A. Sarimsoq piyoz, B. Qo'shbarg piyoz, C. Oshanin piyozi, D. Suvorov piyozi. Savolni o'qiy boshlashimdanoq zukko o'quvchilarimiz bu savolni javobini topishga ulgurishdi albatta. Chunki sizga tanish bo'lgan, dorivorlik xususiyati bor bo'lgan piyoz ko'rsatilgan. Ha, aziz o'quvchilar, haqiqatdan ham A variantida ko'rsatilgan sarimsoq piyoz dorivor piyoz turiga kirar ekan. 6-savol. Piyozdoshlar oilasi qaysi oiladan ajratilgan? Biz o'tgan darsda mavzuni boshlashdan oldin bu oila boshqa bir oiladan ajratilib, alohida oila sifatida o'rganila boshlaganligi haqida ma'lumotlarni aytib o'tgan edik. Demak, haqiqatdan ham piyozdoshlar oilasi loladoshlar oilasidan ajratib, hozirgi kunda alohida oila sifatida o'rganiladi. Demak, javobimiz C variantida ko'rsatilgan ekan. Aziz o'quvchilar, o'ylaymanki, sizning ham javobingiz xuddi shunday tartibda bo'ldi. Ana endi yangi mavzuni boshlaymiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bug'doydoshlar oilasi. Bu oilaga quruqlikning deyarli hamma qismida uchraydigan 10 mingga yaqin turdagi hayotiy shakliga ko'ra 1 yillik, 2 yillik va ko'p yillik o't o'simliklari kirar ekan. Bug'doydoshlarning ildizi qo'shimcha ildizlar yig'indisidan tashkil topgan popuk ildiz tizimli. Poyasi silindrsimon tik o'sadi, bo'g'imlarga bo'lingan. Bug'doydoshlarga mansub o'simliklarning poyasi poxol poya yoki somon poya deb ham ataladi. Bug'doydoshlarga kiruvchi o'simliklarning barglari oddiy, 2 qator bo'lib, bo'g'imlarda joylashgan. Bargi asosan 2 qismdan iborat bo'ladi. Poyani o'rab olgan pastki qismi barg qinidan qayrilgan, qayishsimon, nashtarsimon, tuxumsimon yoki bigizsimon shaklli barg yaprog'idan tashkil topgan bo'ladi. Gullari mayda, rangsiz, ko'kimtir boshoqchalarda joylashgan bo'ladi. Boshoqchalar esa 1, 10 yoki undan ham ko'p gulli bo'lib, o'z navbatida murakkab boshoq, ruvak kabi to'pgullarda yig'ilgan. Gul qipig'ining boshoqcha o'qidan chiqqan etli va kattarog'i ostki gul qipig'i. Uning qarshisida joylashgan gulbanddan chiqqan kichikroq, nozik va mayini esa ustki gul qipig'i deb ataladi. Gul qipig'ining boshoqcha o'qidan chiqqan etli va kattarog'i. Uning qarshisida joylashgan gulbanddan chiqqan kichikroq, nozik va mayini esa ustki gul qipig'i deb ataladi.
bu oilaga kiruvchi o'simliklarimizning mevasi quruq bir urug'li don meva turiga kiradi. Adirning yuqori va tog'ning o'rta qismida joylashgan yalangliklarda bo'yi 50 sm dan 150 sm ga keladigan piyozli arpa o'sadi. Bu o'simligimizning boshqa nomlar bilan ham atashimiz mumkin. Ya'ni uni javdar, xarduma, tak-tak, tog' arpa deb nomlashimiz ham mumkin. O'zbekistonda bug'doydoshlar oilasining tabiiy holda o'sadigan tak-tak, g'umay, qo'ng'irbosh, ajriq, qamish kabi turlari ham o'sadi. O'zbekistonda begona o't sifatida o'sadigan g'umayni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak. G'umay jo'xori turkumiga kiruvchi, bo'yi 50 sm dan 150 sm gacha keladigan ildizpoyali hayotiy shakliga ko'ra ko'p yillik o't o'simligi hisoblanadi. Ko'pchilikka tanish bo'lgan begona o'tlardan yana biri bu chayir ajriqdir. U uzun va sershox ildizpoyali hayotiy shakliga ko'ra bu ham ko'p yillik o't hisoblanadi. Poyonsiz cho'l va adirlarda joylashgan qorako'lchilik yaylovlarida o'sadigan yem-xashak o'simliklarimizdan yana biri qo'ng'irbosh turkumiga mansub o'simlikdir, ya'ni qo'ng'irbosh. Oziq-ovqatning asosiy manbalaridan biri va qadim zamonlardan beri ekilib keladigan o'simligimiz bu bug'doy, sholi, makka jo'xori va oq jo'xorilar ham bug'doydoshlar oilasiga kiruvchi o'simliklar sanalar ekan. Bug'doydoshlar oilasidan faqat 2 tur O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobiga kiritilgan. Ana endi aziz o'quvchilar, mavzudan olgan bilimlarimiz asosida mavzuni mustahkamlash maqsadida topshiriqlarni bajarib olamiz. Demak, birinchi topshirig'imiz bug'doydoshlar oilasiga mansub o'simliklarni 1 yillik o'tlar va ko'p yillik o'tlarga ajratib olishimiz kerak. Biz yuqorida mavzu davomida bu oilaga kiruvchi ko'p o'simliklarni sanab o'tdik. Siz ularni hayotiy shakliga ko'ra 1 yillik o'tlarga 2 ta, ko'p yillik o'tlarga ham 2 tadan misolni daftaringizga yozasiz va biz uni keyin tekshirib ko'ramiz. Qani aziz o'quvchilar, eslab hayotiy shakliga ko'ra 1 yillik, ko'p yillik bo'lgan o'tlarni yozib ko'ringchi. O'simliklarimizni esingizda bo'lsa, hayotiy shakliga ko'ra bu oilani faqat o'tlar 1 yillik, 2 yillik va ko'p yilliklar tashkil etar edi. Ana endi javobingizni tekshirib olamiz. Demak, bug'doydoshlar oilasiga mansub 1 yillik o'tlarimizga bug'doy, sholini misol qilib keltirsak bo'ladi. Ko'p yillik o'tlarga esa g'umay, ajriqni misol qilib olishimiz mumkin ekan. O'ylaymanki, aziz o'quvchim, sizning ham javobingiz xuddi shu tartibda bo'ldi. Ana endi ikkinchi topshiriqqa o'tamiz. Demak, sizga bu topshiriq rasm tarzida ko'rsatilgan. Ekranga yaqinroq keling. Demak, ekranda 4 ta o'simlikning rasmi berilgan. Siz shu rasmlar orasidan aynan bug'doydoshlar oilasiga mansub bo'lgan o'simlik turini ajratib ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi o'simligimiz boychechak. Demak, hammasini biz o'simliklarni nomini aytamiz. Siz oilasini, bug'doydoshlar oilasiga kiruvchi turini belgilab berasiz. Ikkinchisi xushmanzara piyoz turi. Uchinchi o'simligimiz bu liliya. To'rtinchisi makka jo'xori.
Demak, o'simliklarimiz orasidan siz menga aytingchi, qaysi biri bug'doydoshlar oilasiga tegishli ekan? Sizga tanish bo'lgan va siz sevib iste'mol qiladigan o'simliklarimizdan biri yaqqol ko'rinib turibdi. Zukko o'quvchilarimiz allaqachon topishga ulgurishgan bo'lsa kerak. Topib ulgurdingizmi, aziz o'quvchim? Ha, aziz o'quvchilar, haqiqatdan ham Makka jo'xori o'simligi bug'doydoshlar oilasining vakili sanalar ekan. Aziz o'quvchilar, siz mavzuyimiz davomida sizga tanish bo'lgan va sizga tanish bo'lmagan o'simliklar turi bilan ularning gulini, bargi, tuzilishi hamda qayerlarda o'sishi, hayotiy tuzilishi haqidagi ma'lumotlarni bilib oldingiz. Ana endi sizga ana shu ma'lumotlar asosida topshiriqlarni berib o'tamiz. Siz u topshiriqlarni mustaqil bajarishga harakat qilasiz. Demak, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib olasiz. Mavzuni qunt bilan o'qing. Mavzu yakunida berilgan savollarga javob bering. Darsligingizni 138-betda ko'rsatilgan savollarga daftaringizga javob yozib qo'yasiz. Mavzuda keltirilgan rasmlarni daftaringizga chizib, ularni izohlab qo'yasiz. O'ylaymanki, aziz o'quvchim, siz mavzudan olgan bilimlaringiz hamda darsligingiz orqali mustaqil berilgan topshiriqlarni qiynalmasdan bajarasiz va bajargan topshiriqlaringiz uchun a'lo baholarni olishga erishasiz. Demak, aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi bug'doydoshlar mavzusiga oid ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Keling, biroz kelajak haqida gaplashamiz va istiqboldagi mehnat resurslarini ko'rib chiqish uchun 2022-yilga nazar solamiz. Ahamiyatli jihati shundaki, bugun biz axborot inqilobi davrida yashamoqdamiz. Demak, dasturlash tillari aksariyat ertangi kun funksiyalari poydevoriga aylandi. Ushbu tashabbus Birlashgan Arab Amirliklari va O'zbekiston hukumatlari o'rtasidagi bemisl hamkorlikning natijasi. Mazkur tashabbus xalqaro hamkorlar tomonidan bepul onlayn treninglar va sertifikatlar, shuningdek eng iqtidorli talabalar uchun eng ilg'or kurslarda o'qish uchun stipendiyalarni o'z ichiga qamrab oladi. Sizdan saytimizga kirgan holda o'sha yerning o'zida ro'yxatdan o'tish, 4 ta asosiy kursdan birini tanlash va 2-3 haftalik boshlang'ich kursni, keyinchalik esa sertifikat olish uchun 3 oylik chuqurlashtirilgan kursni o'tash talab qilinadi xolos. Kelajakni yaratish shu yerdan boshlanadi. Orzularingizga bugundan boshlab erishing. Biz O'zbekiston kelajagini kodma-kod bunyod etamiz. Dasturlashni o'rganing va dasturchilarning kelgusi avlodiga qo'shiling.